5 dan katta, 5 dan kichik, keyin mana buni ham 2 taqsim 3 dan yoki 3 taqsim 2 dan katta kichik qilish kerak emas. Unday xato qilib qo'yasiz. Estetika savoli, bu tushgan savol. Misol mana shu taqdir berilgan A va B shartlari bor edi. Nechta ildizga ega va ildizlarni yig'insa topingan degan savol. Misollarda oxirigacha ishlamaymiz. Usul beramiz, yo'nalish beramiz, oxiri kara-karasini qila olasiz. Qaysidan pastdan x topish osonroqmi yoki yuqoridan y topish osonroqmi? Yuqoridan y topish oson. Yuqoridan y topamiz. Y topsa y teng 2 modulda x ayrilgan 5 qo'shilgan 6 bo'ladi. Y bu tarafga o'tsa bo'ldi, y topiladi. Keltirib mana bu yerga keltirib qo'yamiz. Pastdagi modulni ichiga keltirib qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan y o'rniga mana bu narsani keltirib qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan x ayrilgan 5 qo'shilgan 6 ayrilgan 3 modul yopildi. Ayrilgan 6x ayrilgan 5 teng 0 ga. Soddalashtiramiz. Bu bilan buni ko'paytirsak necha bo'ladi? Modulda 4, modulda x ayrilgan 5, bu bilan ko'payadi 6. 12 bo'ladimi? 12 dan 3 dan ayirsak necha bo'ladi? 9. 6x ayrilgan 5 teng 0 ga. Qarang. Mana bu narsa o'zi, mana katta modul turibdi, mana beradi, to'g'rimi? Ichi doim musbatmi? Mana modul nimaga kerak bizga? Kerak emas. Demak, mana modul shuni o'sib ketsa ham bo'ladi. Ichidagini emas, mana bu yerdagini shuni o'sib ketsa bo'ladi. 4x ayrilgan 5 qo'shilgan 9 ayrilgan 6x ayrilgan 5 teng 0 ga. Lekin bu modul qoladi. Endi 4 ko'paytirilgan modulda x ayrilgan 5 ayrilgan 6x bu bilan soddalashadi. Qo'shilgan 4 teng 0 ga bo'ladi. Buni ikkita shartda ishlaysizlar, bilasizlar. X katta 5 dan birinchi shart, A sharti x katta yoki teng 5 dan deymiz. Buni musbat ochamiz. 4x ayrilgan 20 ayrilgan 6x qo'shilgan 4 teng 0 bo'ladi. Demak, soddalashtirsak 2x teng bo'ladi minusdan 16 ga, x teng minus 8 ga. Bu yechim 5 dan katta bo'lsa olinish kerak edi. Bu olinmaydi. B shartiga o'tamiz. X kichik yoki teng 5 dan deymiz. Buni manfiy ochamiz. Minus 4x qo'shilgan 20 bo'ladi. Ayrilgan 6x qo'shilgan 4 teng 0 ga bo'ladi. Buni ishlasangiz sizga minus 10x bu yerda 24 o'tirib o'tadi. X teng 2 bundan 4 chiqadi. X demak 5 dan kichik chiqyapti. Yechim x ning javobi mana shu. Keltirib y ning topishini keltirib mana bu yerga keltirib qo'yamiz. Tushunaymi? Y ning topsak y teng bo'lyapti 2 bundan 4. 5 dan ayiramiz, necha bo'ladi? 2 bundan 6 bo'ladi, 2 ga ko'paytiramiz. 5 bundan 2, 6 ni qo'shamiz. 11.2 bo'ladi. Tenglamani nechta ildizga ega ekan? Bitta ildizga ega. Chunki bu sistemani x negriga juft deb qaraladi. Bir juft yechimga ega. Yechimlar yig'ilsa ham so'ragan, B shartida qo'shsangiz 13.6 bo'lar ekan. Buni 5 dan katta, 5 dan kichik, keyin mana buni ham 2 taqsim 3 dan yoki 3 taqsim 2 dan katta kichik qilish kerak emas. Unday xato qilib qo'yasiz. Qaysidan oson topilishi yuqoridagi oson topildi, pastga keltirib qo'ydik. Ishlanish taqdirini ko'rdingiz. Tushundingizmi? Bunaqa savol o'sha yozma ishdagi qiyin savollar bor-ku, o'shanga tushadigan savol. Eslab qoling, buni takrorlang, qayta ishlang. Bunga o'xshagan savol sizga tushib